$21.500 ga Equinox olgan yaxshimi yoki Skoda Kodiaq? Fikringlarni kommentariyada kutib qolamiz. Bizda sotuvda bugun Skoda Kodiaq avtomobili 2021-yilda ishlab chiqarilgan 7 ta o'rindiqli 2 litr turbo dvigatel bilan jihozlangan, bosib o'tgan masofasi probegi 76.000 km. Shuni salondan bir qo'l haydalgan, texnik holatlari a'lo darajada, motor ходовой korobkada, elektron qismlarida hech qanaqa muammolari, rasxodlari yo'q. 4x4 to'rtta g'ildiragi tortadi. R18 diametrli g'ildiraklar, balonlar holati yangi holatda, clearance ancha baland, tog'i toshlarda yurishga ancha zo'r, qulay mashina. Gurugovoy tonirovkalar tortilgan. Salon qismlari ham akkuratniy turibdi, qirilib ketmagan, laminatsiyalar qilib qo'yilgan, pamять сиденья bor, podogrev сиденья bor, kojinli сиденьяlar, rul holatlari zo'r turibdi. O'zini shtatniy monitori bilan, dual-zonli klimat kontrol, panorama va lyuk ochiladi. Mashinamizda bitta kichkina aybi bor, u ham bo'lsa orqa o'ng taraf eshigi yuzaki sepilgan, udar bo'lmagan, qirilgani uchun sepilgan, qolgan joylar toza. Bemalol ustiga tekshirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $21.500. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.